Italiya poytaxti Rim shahrida O'zbekiston va Italiya oliygohlari rektorlarining ikkinchi forumi bo'lib o'tdi. 2 kunlik mazkur anjuman oliy ta'lim tizimidagi hamkorlikni muhokama qilish barobarida uni aniq mexanizmlar asosida kengaytirish bo'yicha 20 dan ortiq shartnomalarga erishish imkonini berdi. Bugun Toshkent shahrida Turin Politexnika universiteti hamda Piza universiteti filiallarining faoliyat yuritayotgani, 100 nafardan ortiq professor o'qituvchilarning Italiyada stajirovka o'tagani, 750 dan ziyod talabaning italyan tilini o'rganayotgani, O'zbekiston-Italiya ta'lim aloqalarining inson kapitaliga yo'naltirilgani va natijadorligini ko'rsatadi. Dastlabki anjuman forumning ochilish marosimida tomonlar ana shu jihatlarga to'xtalib, o'zaro hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan qo'shma loyihalar haqida fikr almashdi. Ikkita davlat rahbarlarining tashabbusi natijasida bo'layotgan bu faoliyat keyingi paytlarda jadallashdi. O'zbekistonda Italiyaning 3 ta universitetining filiali ochilishi biz O'zbekistonda yuqori malakali kadrlar tayyorlash, sohani rivojlanish nuqtai nazaridan juda muhim hisoblanadi. Hozirgi kunda bizni davlatimizda dolzarb, ustuvor yo'nalishlar deb tan olingan bu mashinasozlik, energetika sohasida, yashil energetika sohasida, tibbiyot sohasida hamkorlikni yanada kuchaytiramiz. Mana bugun sun'iy intellekt bo'yicha, axborot texnologiyalari bo'yicha memorandumlarga qo'l qo'yildi. Bular kelajakda o'zining natijasini beradi. Forum doirasidagi sessiya va uchrashuvlarda tomonlar universitetlararo aloqalarni kengaytirish, qo'shma magistratura va doktorantura dasturlarini yo'lga qo'yish, akademik almashinuvlarni faollashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratdi. Xususan, Erasmus+ dasturi doirasida 30 ga yaqin qo'shma loyiha amalga oshirilgani, 300 dan ortiq o'zbekistonlik yoshlar Italiya universitetlarida tahsil olayotgani va bu kabi hamkorlik aloqalarini yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. Mazkur forum Italiya va O'zbekiston universitetlari o'rtasidagi akademik hamkorlikning natijadorligini yanada oshirishga qaratildi. Biz bu jarayonda talabalar, ayniqsa akademik mobillik dasturlari uchun keng imkoniyatlarni ko'rmoqdamiz. Xususan O'zbekistondagi tillar, masalan, italyan tili kafedralari mavjud bo'lgan ko'plab universitetlar bilan birga ishlayapmiz va bu o'z samarasini bermoqda. Mamnuniyat bilan ayta olamanki, rivojlanib borayotgan aloqalarimiz yoshlarning ta'lim dasturi va kasbiy shakllanishida muhim qadam, o'zaro anglashuv, muloqot ko'priklarini o'rnatish hamda xalqlarimiz o'rtasida do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlashda katta ahamiyat kasb etadi. Hozirda Italiyadagi o'zbekistonlik talabalar soni ortib borayotganini ko'ryapmiz. Ushbu hamkorlik nafaqat talabalar, balki olimlar uchun ham manfaatlidir. Chunki biz tadqiqotchilar uchun ham mobillik dasturlarini yo'lga qo'yishimiz mumkin. Bu esa ilmiy tadqiqot va akademik faoliyat sohasida juda foydali. Rimga safari chog'ida Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Italiyaning turli oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan bir guruh o'zbekistonlik talabalar bilan uchrashib, ta'lim jarayoni, yashash sharoitlari, ilmiy izlanishlar va kelgusidagi rejalar haqida suhbatlashdi. Shuningdek, forum doirasida yangi 2 tomonlama kelishuvlar imzolandi. Bu esa hamkorlikning keyingi bosqichida qo'shma ta'lim dasturlari va ilmiy loyihalar soni sezilarli oshishini anglatadi.